Homiladorlik vaqtida ajralmalar, ya'ni выделениyalar kelishi bu xavflimi yoki norma? Homiladorlik vaqtida ajralmalar bo'ladi. Chunki gormonal o'zgarishlar oqibatida qin yo'llaridan ajralmalar keladi, lekin ular miqdor jihatidan ko'p bo'lmasligi kerak. Rangi oq yoki tiniq bo'lishi kerak. Hidi, ya'ni o'tkir hidi bo'lmasligi kerak va qichishish, achishishlar, qin sohalarida shishlar paydo bo'lmasligi kerak. Agar sizda sarg'ish, yashil, tvorogsimon ajralmalar, juda hidi yomon, ya'ni qo'lansa hidli, qichishish, achishish, shishlar bilan davom etuvchi ajralmalar bo'lsa, albatta shifokor ko'rigidan o'tishingiz kerak bo'ladi va surtma topshirishingiz kerak bo'ladi. Lekin eng xavflisi bu agar sizda suvga o'xshab ajralmalar kelishni boshlasa, ya'ni homila oldi suvlar ketayotgan bo'lishi mumkin yoki qon aralash, jigariy qon aralash, qonli ajralma kelsa ham bu ham norma emas. Yo'ldosh ko'chishi yoki erta tug'ruq belgisi ham bo'lishi mumkin. Mana shunday holatlarda siz tezlik bilan tug'ruqxonaga yetib borishingiz kerak bo'ladi. Chunki bu homiladorlik uchun juda xavfli hisoblanadi. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta bu videoni saqlab qo'ying va obuna bo'lishni unutmang. Chunki eng dolzarb akusherstvoga va ginekologiyaga oid mavzular aynan Dr. Umida Fayz profilida.